Assalomu alaykum hammaga. IDS mavzulashtirilgan testlar to'plami mavzularini, tahlillarni qo'yishda davom etamiz. Kvadrat funksiya mavzusiga yetib keldik. Kvadrat funksiya mana, demak, birinchi testini boshlaymiz. Birinchi savol. Koordinata boshidan mana shu parabolaning simmetriya o'qigacha bo'lgan masofani toping deyilyapti. Demak, aytaylik, parabolamiz hozir simmetriya o'qi, demak simmetriya o'qini topish uchun x teng x nolavoy degan formuladan foydalanamiz. Xo'p, x nolavoyning formulasi qanday bo'ladi? -b taqsim 2a. Demak, 10 taqsim 2 bo'lsa 5 bo'lar ekan, x nolavoy 5. Ya'ni funksiyamiz taxminan mana shunday grafika bo'lsa, o'rtasidagi mana bu simmetriya o'qi 5 ga teng ekan. 5. Koordinata boshi mana bu yer 0. Demak, orasidagi masofa 0 bilan 5 ta orasida 5 bo'lar ekan. Masofamiz 5 ga teng ekan. Ikkinchi misol. Funksiyaning koordinata o'qlari bilan kesish nuqtalari yig'indisini toping deyapti. Koordinata o'qlari bilan kesish nuqtalari yig'indisi. Demak, bunday holatda biz bir marta y ni kesgan nuqtasini topib olamiz. Y ni kesgan nuqtasini topish uchun x ga 0 qo'ysak 0 0 6 da kesib o'tar ekan. Endi demak, y ga 0 qo'yib, o'sha x larni kesgan nuqtalarini topib olamiz. 0 ga tenglaymiz. Demak, x kvadrat minus x minus 6 teng 0. X minus 3. X minus 2. Hop, x plus 2. X teng 3 bilan x teng minus 2 bo'lar ekan. Endi grafika shoxlari pastga qaragan parabolaligini hisobga olsak va y ni 6 da kesib o'tsa, y ni 6 da kesib o'tadi. X ni 3 da va mana bu minus 2 da kesib o'tadi. Aytaylik, parabola taxminan mana shunday ko'rinishda. Mana bu 6. Shular bizga yig'indisi deyapti. -2, 3, 6 ni qo'shib qo'ysak, bu 7 bo'lar ekan. 7 degan javob to'g'ri bo'ladi. Endi keyingisiga o'tamiz. 3-misol. Xo'p, mana bu yerda y ga 1 qo'ysak 1 bo'lsa, 2 qo'yganini toping deyapti. 1 qo'yib yuboramiz x lar o'rniga a plus minus 5 da a plus 9 bo'lib qoldi. Shuni 1 ga tenglaymiz. Demak, bu minus 4 da a teng minus 8 bo'ldi. A teng 2 ga teng ekan. A ni o'rniga 2 ni qo'yib qo'ysak, y teng 2 ta x kvadrat minus 10 ta x plus 9 degan kvadrat funksiya ekan. O'shalar o'rniga 2 qo'y deyapti. Endi 2 qo'ysak, 2 ni kvadrati 4, 8 minus 20 plus 9 bo'lib qoldi. Demak, y 2 imiz minus 3 ekan. 17 minus 3 bo'ladi. Xo'p, 4-misol. Funksiyaning nollarini toping deyapti. Nollari degani o'sha funksiyani 0 ga tenglash kerak degani. X minus 3 x plus 2 bo'lib bajariladi bu. 0 bo'lsa x teng 3 bilan x teng minus 2 bo'ladi. Demak, x ga 3 qo'yganimizda ham y 0 bo'lishi kerak, minus 2 qo'yganda ham y 0 bo'lishi kerak. Demak, A javob to'g'ri ekan. 5-misolga o'tamiz. Quyidagi nuqtalardan qaysi biri mana shu parabolada yotadi? Mana shu parabolada yotadi deyapti. Demak, nuqtalar qo'yib ko'rish kerak-da bunday vaziyatda. Demak, 1 qo'ysak minus 1 ga teng bo'ladimi? 1 qo'yamiz. 2 minus 1 minus 1. 0 bo'lib qolar ekan. 1 qo'ysak bu xato ekan. B javobda 5 qo'yib ko'ramiz. 2 qo'yib ko'ramiz. 2. 5 chiqish kerak 2 qo'ysak. Xo'p, 2 qo'ysak demak 4, 8 ayrilgan 2 ayrilgan 1. Haqiqatda 5 chiqar ekan. Javob B javob bo'lar ekan. Keyingi misollarga o'tamiz. Navbatdagi misol. Demak, 6-misol. Mana shu funksiyalarni kesish nuqtasi o'sha to'g'ri chiziqda yotsa, b ning qiymatini toping deyapti. Kesish nuqtasini topish uchun ikkita funksiyani bir-biriga tenglaymiz. X kvadrat minus 2x plus 3 da tenglaymiz 6x minus 13 ga. Xo'p, 6x da ayirib o'tsak, x kvadrat minus 8x plus 16 bo'lib qolar ekan. Teng 0. Bu x minus 4 da qavs kvadrati bo'lib qolar ekan va x bu yerdan 4 chiqar ekan. X 4 chiqqandan keyin demak 4 ta borib qo'yib ko'ramizda, y ni ham topamiz kesish nuqtasida. 4 ta aytaylik, mana shu yerga olib kelsak, 4 kara 6 24. 13 ta ayirsak 11 bo'lar ekan. Demak, kesish nuqtasi o'rtoqlar 4 11 nuqta ekan. 4 11 nuqta bo'lsa, endi mana bu funksiya o'sha nuqtadan o'tar ekan. Ya'ni y ga 11 qo'ysak, x ga 4 qo'ysak bo'lar ekan. 12 plus b.
b ni topsak bu yerdan -1 chiqar ekan. Xo'p, 7-misol, funksiyani grafigi koordinata tekisligini qaysi choragidan o'tmaydi deyapti. Funksiyani grafikini chizib olamiz. Xo'p. Birinchi x ga 0 beramiz, y da -2 nuqtada kesib o'tayotgan. X ga endi y ga 0 berib x lar topsak, -x kvadrat plus 4x -2 teng 0. Xo'p, x kvadrat minusga bo'laversam -4x plus 2 teng 0. Diskriminant demak 16 ayrilgan 8 bo'lib qolyapti. 8 4 plus minus 8 dan 2 ildiz 2 chiqadi, taqsim 2. Bittasi 2 plus ildiz 2, bittasi 2 minus ildiz 2 bo'lar ekan. Endi x nolovoyichi x nolovoyi demak 3 ni ham topib olaylik-da. -b taqsim 2a degan formulaga qo'ysak, x nolovoyimiz -4 taqsim -2 bu 2 bo'lib qolar ekan. Endi bitta chizib ko'rsak ham bo'ladi o'zi shunday vaziyatda. Mana bu 2 plus ildiz osti 2 mana bu yerdan kesdi bitta. Keyin 2 minus ildiz osti 2 mana bu yerdan bitta kesib o'tdi. Y da -2 nuqtada kesib o'tdi. Mana y da -2 nuqtada kesib o'tdi. X nolovoyi 2 bo'ldimi? 2 bo'ldi. Aytaylik, mana shunday o'tib ketibdi grafika. Qaysi chorakdan o'tmaydi desa, demak 1 dan o'tibdi, 3 dan o'tibdi, 4 dan o'tibdi, 2 dan o'tmabdi. 2 dan o'tmadi deb B javobni olamiz. 8-misolga o'tdik. Funksiya grafigiga tegishli. Quyidagilardan qaysi biri ushbu funksiya grafigiga tegishli bo'lmaydi deyapti. 1 qo'yib 5 ga tenglayveramizda, bu yerda a ni topamiz. Demak, 1 qo'yib 5 ga tenglasak, 1 ni kvadrati 1 ayrilgan a plus 6 teng 5 bo'ldimi? Xo'p, bu demak minus a teng bu yerda 7 minus 2 bo'lib qolsa, a teng 2 bo'lar ekan. Xo'p, a 2 bo'lsa, endi a ni o'rniga 2 qo'yib funksiyani o'zini qayta yozsak, x kvadrat minus 2x plus 6 bo'lib qolar ekan. Shu yerda endi biz javoblarni tekshirib ko'rishimiz kerak, qaysi nuqta tegishli. -2 qo'ysak 14 bo'ladimi? Xo'p, -2 qo'ysak 4 plus qoladi bu ham, -2 qo'ysak yana 4 plus 6. O'g'ani. Bu tegishli bo'lar ekan. Bizga tegishli bo'lmaydi deganini qidiryapmiz biz. Keyin -1 qo'ysak 9 bo'lar ekanmi? -1 qo'yib ko'ramiz. -1 ni kvadrati 1 plus 2 plus 6. Haqiqatda 9 chiqar ekan. Bu ham tegishli bo'lar ekan. Bizga bo'lmaydigan kerak. 0 qo'ysak 6 bo'lar ekan. Haqiqatan 0 qo'ysak 6 bo'ladi. X lar 0 bo'lib ketib. Bu ham tegishli bo'lar ekan. 2 qo'ysak 7 bo'ladi degani shu bo'lmaydi menimcha. Qani 2 qo'yamiz. 2 ni kvadrati 4 ayrilgan 4 plus 6. 6 chiqib qolishi kerak ekan. Bizga 7 chiqadi. Mana shu tegishli emas. 9-misolga o'tdik. Parabollarda nechtasining uchi o'sha chiziqda yotdi. Ya'ni uchun x nolovoyini topib ketaveramiz hammasini. X nolovoyi -b taqsim 2a degan formulaga qo'yamiz. 16 taqsim 2 8 bo'lib qoldi. Bu xato ekan bu. Keyingisiga o'tamiz. X nolovoyi 16 taqsim 4. Bu 4 bo'lar ekan. Buni olar ekanmiz. Keyingisi x nolovoyi 8 taqsim 3 taqsim 2 bo'lsa 2 taqsim 3. Bu ham 4 bo'lar ekan. Buni ham olar ekanmiz. Keyingisi x nolovoyi -24 taqsim -6. Bu ham 4 bo'lar ekan. Keyingisi -8 taqsim -2 4. Bu ham bo'lar ekan. Demak, nechtasi deganmidi? Nechtasi? 4 tasi mana shunday bo'lar ekan. 4 tasi. 10-misol, koordinata boshidan o'tadi. A ning qanday qiymatda? Mana shu funksiyaning grafik koordinata boshi. Koordinata boshidan o'tadi desa, demak 0 qo'ysak 0 ga teng bo'lishi kerak. 0 qo'ysak 0 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, 0 qo'yamiz. 0 0 bo'lib qoldi, a minus 3 qoldi. Shuni 0 ga tenglasak, a teng 3 bo'lar ekan. A 3 ga teng bo'lganda mana shu koordinata boshidan o'tadi. 11-misol. Funksiyaning eng katta qiymatini toping. Funksiyaning eng katta qiymatini toping deyapti. Demak, o'zi kvadrat funksiyani qiymatlar sohasi 2 xil bo'ladi. Mana bu a 0 dan katta bo'lsa, y nolovoydan cheksizgacha bo'ladi. Bu yerda eng kichkina qiymati mavjud bo'ladi.
Agar a 0 dan kichkina bo'lsa, minus cheksizlikdan y 0 gacha bo'ladi. Bu yerda eng katta qiymati mavjud bo'ladi va o'sha y 0 bo'ladi. Demak, haqiqatda bu yerda hozir shoxlari pastga qaragan parabola bo'lgani uchun y 0 topib qo'ysak bo'ldi. Shu eng katta qiymati bo'ladi. Ikkinchisiga tushyaptimi mana buni? Xo'p, x0 ni topamiz birinchi. -4 taqsim -4 bu 1 bo'lib qoldi. Bir da borib qo'yib ko'rsak, -2 + 4 -7. Necha bo'ladi bu endi? Tak, -5 bo'ladi. Demak, y0 -5 o'sha eng katta qiymati bo'lar. Parabolaning uchi koordinata teksligini qaysi choragida? 3 desa x0 va y0 ni topishimiz kerak. x0 demak 6 taqsim 8 bo'lar. Bu 3 taqsim 4 degani. Demak, y0 ni topsak, 4 ko'paygan 3 taqsim 4 kvadrat 9 taqsim 16. 6 ko'paygan 3 taqsim 4 o'zi plus 3. Buni 4 ga qisqarsak 9 taqsim 4. Bunga ham 4 ta makhraj berib yuborsak, hammasini makhrajini 4 qilib yuboryapmiz. Demak, 9 minus 18 plus 12 taqsim 4. y0'imizni ham hisoblasak 3 taqsim 4 chiqar ekan bu yerda. Demak, ikkalasi ham 3 taqsim 4, 3 taqsim 4 bo'lsa, bu birinchi chorak bo'ladi. Ikkalasi ham nisbat bo'lyapti mana. Demak, x dan ham 3 taqsim 4, y dan ham 3 taqsim 4, demak buni 3 bo'lyapti ekan. Mana shunday ketgan grafik. Xo'p. Demak, birinchi chorak. 13-savol. Simmetriya o'q tenglamasi deyilsa, x teng x0 deb topishimiz kerak. x0 ni -1 taqsim 2a bilan topsak, 6 taqsim 2 bo'lar ekan 3. Ya'ni x teng 3 degan chiziq bo'lar ekan. 14-misolga o'tamiz. 14-misolda nima deyilyapti? Funksiyaning eng kichik qiymatini toping deyapti. Eng kichik qiymati boya aytganimdek, agar bu yerda shoxlari tepaga qaragan bo'lsa, y0 dan cheksizlikgacha bo'ladi-da, eng kichkina qiymati y0 bo'lib qoladi. Yana x0 topaman. x0 6 taqsim 2 3 bo'lar ekan. 3 ta borib qo'yaman. y0 chiqadi. 9 minus 18 plus 10. Demak 1 bo'lar ekan. 1 bo'lar ekan 1. Berilgan funksiyalardan qaysi biri ox o'qini kesmaydi? Ox o'qini kesmaydi degani yechimi bo'lmaydi degani. Yechimi bo'lmaydi degani. Yechim kvadrat tenglamadan yechim bo'lmasa, diskriminanti manfiy bo'lishi kerak. Qaysini diskriminanti manfiy degan narsa? Diskriminantni tekshirib ko'ramiz. Birinchisini diskriminantni tekshirsak. 36 ayrilgan 4 kara 8 32. Bu 4 chiqyapti. Birinchisi demak kesadi bu. Keyingisi 25 ayrilgan 4 ko'paygan -2 ko'paygan -2. Xo'p. Necha bo'ladi bu? 8 16 25 ayrilgan 16. Bu ham kesadi. C javobdachi 4 ayrilgan 4 kara 3. Mana shu manfiy chiqib qo'yilgan -8 chiqib qo'yilgan. Mana shu kesmaydi. Oxirginchisi ham kesadi. Demak, javobimiz C javob bo'ladi. Diskriminanti manfiy bo'lsa, ox o'qini kesmaydi deymizda. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. 16-misol. Mana shu kvadrat funksiya 3ning koordinatalari yig'indisini toping. 3ning koordinatalari yig'indisi, ya'ni 3 deganda x0 va y0 aytyapti. x0 topamiz. Demak, -24 taqsim 8 -3 bo'lar ekan. -3 ga borib qo'yib ko'ramiz. -3 kvadrati demak 9 4 ga ko'paytirsak 36, -3 24 ga ko'paytirsak 72 plus 27. y0 bu yerdan -36 -9 chiqar ekan. Ikkalasini yig'indisi desam -3 -9 bu -12 bo'lib qolar ekan. 17-si mana shu funksiya grafikining oy o'qi bilan kesish nuqtasining ordinatasini toping. Oy o'qi bilan kesish nuqtasining deyapti ordinatasi. Oy bilan kesishsa x ga 0 qo'yishimiz kerak. X larga 0 qo'ysak 0 0 0 0 javob -8 bo'lar ekan. Xo'p, 18 parabola o'zining koordinatalari yig'indisi. Yana x0 bilan y0 ni yig'indisi so'ralyapti bizdan. x0 plus y0. x0 topib olish uchun -1 taqsim 2a degan formulaga qo'yamiz. 6 taqsim 2 bo'ladi-da 3 bo'ladi.
3 ta barib qo'yib ko'rsak, y0yimiz 9 ayrilgan 18 ayrilgan 10. Bu minusdan 19 bo'lib qolgan ekan. Minus 19 ga demak 3 ni qo'shadigan bo'lsak, buni javob minus 16 chiqar ekan. Yig'inni so'ragan bizdan. 19-si parabola uchining koordinatlarini toping. Uchining koordinatlari degan yana x0 bilan y0 so'ralyapti. x0 va y0 nuqta bizdan so'ralyapti. Qanday topiladi? Demak x0 minus 1 taqsim 2 ga qo'ysak 4 taqsim 4 1 bo'lagan. 1 da barib qo'yib ko'rsak y0yimiz 2 ayrilgan 4 ayrilgan 3. Bu minus 5 bo'lagan. Xo'p, 1 minus 5. Mana 1 minus 5. Quyidagi nuqtalardan qaysi biri mana shu funksiyaning grafikiga tegishli emas? Ya'ni qaysini qo'ysak qaysi bo'lmaydi deyapti-da. Xo'p, A javob tekshirib ko'ramiz. 2 qo'ysak minus 3 chiqadimi? 2 ko'paygan 2 ayrilgan 1 taqsim 2. 2 ko'paygan 1,5. 3 chiqaygan o'zi mana shu o'zi tegishli emas ekan. Birdan A javobdan chiqib qoldi. 2 qo'ysak 3 chiqayganda, bular aytadi 2 qo'ysak minus 3 chiqyapti. Xo'p, darslarimizni kuzatib boring. Keyingi videolarda navbatdagi testlar, tahlillari ham chiqib boradi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.